Men savob ish qildim. Savob kerak bo'lganida namoz o'qirdingiz, sadaqa bergan yoki hajga borardingiz. Ammo savob bahonasida boshqa ayolga uylandingiz. Muammoing uylanganimda emas, balki Sairada. Meni undan rashk qilyapsan. Unga hasad qilyapsan. To'g'ri, unga hasad qilaman. U o'qimishli, mendan chiroyli. Bu qarorni ongli ravishda qabul qildingizmi? Sairani beva qolganini bilgach, ataylab xotiningiz va farzandlaringizdan uzoqlashdingiz, istaklaringizni amalga oshirish uchun. Agar sen haqiqiy va taqvodor musulmon, sadoqatli va itoatkor xotin bo'lganingda, bunday gaplarni aytishga jur'at etmasding. Spirtli ichimliklar ichasiz, foizga pul olasiz. 5 mahal namoz o'qib turing, juma namozini ham eslatishimga to'g'ri kelardi. Aslida siz menga eslatishingiz kerak. Qur'onni o'qish, o'rganish va chin dildan tushunish o'rtasida katta farq bor. Muqaddas nikoh rishtasini bolalar o'yinchog'iday ko'rib, oilasini tashlab ketadigan ayol haqida nima deyish mumkin? Nikohni men o'yin deb bilyapmanmi? Agar nikohni muqaddasligini chin dildan anglaganingizda, menga bunday hurmatsizlik qilmagan bo'lardingiz.